Novoseliyaga o'rtalaridan kelgan sovg'alar raspakovkasi. Anchadan beri ochmayapti, vaqtim bo'lmay. Bugun sizlar bilan birga ochamiz. Bu xonadagi yordam berishadi. Judayam orzu qilardim. Dysonni fenini yaxshi ko'raman, o'zimda feni bor. Bu endi pilisos. Вот shunaqa zo'r. Faqat qoladi shekilli ola. Mana qarayona, burchaklarni qilishga. Ana uchlarni. Uchlari ham bor. Mana eng glавный zakaz. Bu sovg'alarni bo'lsa Umid opam, Nargiz, Shahzoda berishdi. Smetdi. Kuxnyamga eng kerakli narsalarni olib berishdi. Bu yerda mana bunaqa pichoqlari. Ochamiz. Eng kerakli kuxnyamga pichoqlarni tayyorlash chiroyli. Chiroyli qilib kuxnyaga qo'ymayman. Ikkinchisida bu yerda smetdan bizada chaymiz. Elektrchi. Qaranglar, rangi qanaqa chiroyli. Uchinchisida bizada smetdan tosterni biz navishishga ertalabda zavtrakga ishlatamiz. Xudo xohlasa, endi mazza qilib o'rtalarni bergan sovg'alarni yangi ishlarga ishlataman. Duo qiling. Hammaga katta rahmat.